She'riyat ixlosmandlarga kamina Nurumadiy Momovdan alangali salom. Navbatdagi she'rimni e'tiborlaringizga havola etaman. Ushbu she'r tulki bo'ladi, tulki deb nomlanadi. Do'stginam shuni bilki, tulki bo'ladi tulki, quvlik qilib yashaydi, 1000 asr, million yilki. Alday olar kim uni, aldamoq dushvor uni, pand beradi hammaga, o'ynoqlatib dumini. Bo'lmas rejasin bilib, turli hiylalar qilib, payqamaysan o'ljasin, oladi darrov ilib. Hech nimadan tortmas tab, tushmas qo'lga birar chap, bajarib bo'lib ishini yarab turar doimlab. Yoningda kulib turib, beradi har choq firib, xavf xatarni sezdimi, qochadi dumun bo'lib. Hech kimga qilmas vafo, keltirar jabru jafo, aldab avrab hammani surgaydir kayfu safo. Ta'rifini qilgan xo'p, mengacha shoirlar ko'p, makri yomon boshingda o'ynatadi xalachub. Qissadan hissa shulki, Nur Muhammad sen bilki, do'st bo'lmaydi hech qachon, tulki bo'ladi tulki. Nurumadiy Momov, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani.